sizni oldingizda Germaniyaga ketish maqsadi turibdi va bunda sizni ikkita imkoniyatingiz bo'ladi. Birinchisi, Germaniyaga siz kelib Ausbildung qilish, ikkinchisi Germaniyaga studentkolik orqali kelib, keyinchalik oliy ta'lim, bakalavr va magistraturani o'qish. Qaysi birini tanlashni bilmayotgan bo'lsangiz, avvalo cho'ntagingizga qarang. Agar sizni moddiy imkoniyatingiz ko'tarsa, ya'ni blokshot qo'yish 13 ming yevro atrofida imkoniyatingiz bo'ladigan bo'lsa, albatta studentkolik yo'li siz uchun ideal yo'l hisoblanadi. Nimaga deydigan bo'lsa, bunda keyinchalik karyerani oshirish va kattaroq miqdorda pul ishlash imkoniyati bor. Albatta keyinchalik, chunki birinchi navbatda siz ta'lim olishingiz va bilim orttirishingiz talab etiladi. Agar siz moddiy imkoniyatingiz ko'tarmaydigan bo'lsa, u holatda siz Ausbildung tanlaganingiz ma'qul. Nimaga? Chunki sizdan hech qanaqa blokshop talab qilinmaydi va o'zingizni qoplashingiz uchun qisman bo'lsa-da sizga stipendiya to'lanadi. Ya'ni o'sha ishlaganingiz uchun. Bu taxminan 1000 yevro atrofida bo'lishi mumkin. Aytaylik, siz na Ausbildungga aplay oldingiz, na studentkolikka. Bunday holatda sizni oldingizda bir nechta yo'llar chiqishi mumkin. Bular vaqtinchalik dasturlar hisoblanadi. Birinchisi til kursi dasturi. Nimaga aynan birinchi o'rinda til kursi? Chunki bu sizdan kamroq vaqt talab qilinadi va tezroq maqsadga o'tish imkoniyati bor. Ya'ni siz kamida 4 oyga kelib, undan keyin Ausbildung yoki studentkolikka kirish imkoniyatiga egasiz. Agar til kursiga blokshot qo'yishga taxminan 4700 yevro atrofida pul topolmaydigan bo'lsangiz, u holatda nisbatan uzoqroq vaqt davom etadigan volontyorlik dasturini tanlashingiz mumkin. Misol uchun FSJ dasturi. Bu yerda siz Germaniyada volontyor sifatida ishlaysiz va undan keyin siz Ausbildungga o'zgartirishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, qizlar uchun au pair, ya'ni enagalik dasturi orqali kelishlari mumkin Germaniyaga. Aytgancha, juda ko'pchilik kutgan yana bitta yo'l bor, bu mavsumiy ish. Mavsumiy ish dasturida 8 oy davom etadi va sizdan hech qanaqa diplom yoki til sertifikatlar talab etilmaydi. Siz Germaniyaga kelib 8 oydan keyin xohlasangiz Ausbildungga, xohlasangiz studentkolikka o'zgartirish imkoniyatiga egasiz. Faqatgina joy topa olsangizgina. Hozirgi kunda 8 oylik mavsumiy ishga joy topish anchagina qiyinchilik tug'dirmoqda.